Navbatdagi jang uni ko'rganmiz va kuzatganmiz. Ulkan iqtidor egasi Ruslan Dadaxanov shogirdi hisoblanadi. Uning raqibi Farg'ona viloyatidan Mashrapov Hayajon Mashrapov. Hayajon Mashrapov uchun bu debyut. Va ko'ramiz mana shu debyutini qanday o'tkazadi. Raqib juda kuchli. Ishoning do'stlar, juda ham kuchli. Va Bakir hozir bizga sportchilarni yana bir bor tanishtirib o'tadi. Знакомимся с бойцами. Первый боец — красный угол. Ему 20 лет. Рост метр 73 сантиметра, вес 60 килограмм ровно. Тренер Руслан Дадаханов. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по боксу. Профрейкер. Ikkita jang, ikkita g'alaba, представляющий спортивный клуб УЗБ Промоушен Toshkent. Timur Koshakov. Timur Koshakov Toshkent shahridan. Его соперник — синий угол. Ему 19 лет. Рост метр 66 сантиметров, вес 60 килограмм ровно. Тренер Октам Рахмонов. Он кандидат мастера спорта по боксу. Профрейкер. Ikkita jang, ikkita g'alaba, представляющий бойцовский клуб Октам Боксинг Farg'ona Qo'qon. Hayajon Mashrapov. Ikkita jang ekan, shaxsan menda bor ma'lumotlarga ko'ra debyut yozilgan. Mayli, ikkita g'alaba Qo'qon shahridan Abbosxon Yo'ldoshevning burchagida, buni ham ko'ryapmiz. Demak, qanday ruhan tayyorlanyapti Timur Koshakov. Mana shu jangga deb ketdi birinchi raund. Kuzatamiz. Chuqur himoyada hozir raqib nimalarga qodir ekanligini ko'rib olish ilinjda oldinga qarab boryapti. Ortiqcha harakat qilayotgani yo'q bu vaziyatda. Mashrapov ham kutyapti raqibini, xatti harakatini. Chuqur himoyada Koshakov. O'zi qanday salohiyatga ega ekanligini yaxshi biladigan bokschi. Ko'rdik o'sha o'tgan safar ringda darhol markazni egalladi va oldinga qarab o'tishga harakat qilmoqda. Hayajon Mashrapov deb bizda yozilgan. Mashrapov
Menimcha, mana shu to'g'ri bo'lsa kerak. Ikki xil, bizdek ham ayb yurmaysiz, ikki xil qaydnoma va ikkalasida ham turlicha yozilgan, lekin to'g'risini hozir bildik. Mashrapov ekan. Hayotjon. Timur Ko'shakov. Hozircha bilasizmi, o'sha o'tgan safargidagidek yengil harakatlarni ko'rmayapmiz. Aynan qat'iyatlilik bilan mustahkam oyoqda turgan holda hujumlarni amalga oshiryapti, lekin o'sha hujum ketma-ket hujumlarga o'tganida biz yaxshi bilamiz, juda yengillik bilan harakat qiladi. Qolib ketdi, o'ng qo'lda Mashrapov zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi mana shu jarayonda. Qarang, himoyani qanday ushlayapti. Timur. Jab. Joyida qolib ketma deb aytib o'tishmoqda. Yana 1 daqiqa vaqt bor. Jigar qismiga zarba o'tganligini Ruslan Dadaxonov aytib o'tmoqda hozir o'z shogirdiga va shu turni davom ettiryapti Timur Ko'shakov. Himoyalan O'ktam Rahmonov hozir aytib o'tdi burchakdan ham. Daraja boshqa, baribir ko'rinyapti. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Raqibingdan tezroqsan, mana shu tezlikda ilgarilab ket deb aytib o'tmoqda. Va birinchi raund yakuniga yetdi. Ruslan Dadaxonovni keskin fikrlarni bildirganligini ochig'i eslolmayman. Hozir so'nggi pallada 2 marotaba ko'rsatma berib quloq solmagandan so'ng balandroq ovozda gapirdi. Стоит и начинаешь его ломать. Зачем? Раз, ближе, ушел, зашел. Он не успевает за тебя. Как любитель работает, что ты пытаешься залезть к нему? Не понимаю, что ты пытаешься с ним драться? Все. Работа переигрывай, обманывай. Где ты, где он? Быстрее. Быстрее, работай, быстрее. Точно, быстро. Ты пытаешься его сломать. Зачем это надо сейчас? Переигрывай его. Все. Eshitdingiz-a? Bular mushlashma. Sen tezroqsan, kuchliroqsan va alda ilgarilab ket deb aytib o'tmoqda Ruslan Dadaxonov o'z shogirdiga va takror lavhalarini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi raund. Tezroq. Tezlikda aynan ilgarilab ket deb aytib o'tmoqda Dadaxonov Ko'shakovga. Qanday reja qiladi bunga Mashrapov ko'ramiz. Qo'llarni pastga tushirgan holda jang davom ettirdi. Qanday vaziyat? Kapa tushib ketdi. O'zi zarba yo'llayotgan vaziyatda mana shu ovoz chiqarib, kapasini tushirib yubormoqda. Chap qo'l yon taraflama zarba amalga oshirishga harakat qilib ko'rgan edi. Mashrapov Ko'shakov baribir tezkorroq ilgarilab ketyapti. Qorin qismiga zarba. Yana ikkilik zarbasi, chap qo'l yon taraflama zarba. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba, chap qo'l, o'ng qo'l. Timur Ko'shakov bir qadam ortga tashlamayapti. O'sha bosimni davom ettirgisi kelmoqda. Bu vaziyatda esa egilgan holda raqibni klinchda
zarba yo'lashga imkon qoldirmayapti Mashrapov. Qo'llar pastga tushgan. Qanchalik to'g'ri bilmadim. Hozir qarang, hujum amalga oshirgandan so'ng raqib javob bermasligi uchun uni ushlab qolishga harakat qilib qoldi. O'ng qo'l mana Hayajon Mashrapov zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Qarang, chap qo'l kirib borib zarba yo'llashga urinib ko'rdi. Masofani juda keskin ravishda qisqartirib yuboryapti. Bu juda qulay bo'lmoqda deb aytib o'tishimiz qiyin Ko'shakov. Mashrapov esa chap qo'l yon taraflama zarba. Raqibni ushlash kerak emasligini Islom Tursunboyev referi aytib o'tdi. Qorin qismiga zarba. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba, o'ng qo'l zarba. Bosh bilan zarba berib yubordi. Yakunda Mashrapov ikkita raundimiz bor. O'tir. Ikki raundda iplavosing bo'ladi. Faqat shuyor bo'l. O'ktam Rahmonov ko'rsatmasi. O'zing boshlab, yana otishiga yana keyin boshlab ketaver. Shuni 3-4 talik udarlar, 3-4 talik. Qo'lni qo'lini otishiga tortib 3 talik udarlar. Tiymayapti, otmayapsan birontasi. Yoniga bor. Otyapti qo'lni qo'l. Apertot, qo'lni qo'l 1-1, keyin ikkini tashlashing kerak yoniga. Bu hech nimasi yo'q. Давай, oyog'ini bosar. Все. Четко покажи, что ты уровень. Еще раз. Уровень выше, покажи ты. Не отпускай. Бьешь, раз отпустил, убежал. И yosh bokschilar. Ajoyib tasvir. Takroriy lavha. Uchinchi raund. Qani hozir Mashrapovga ko'rsatma berildi. Faolroq ishlash kerak endi 2 raund oldinda. Qanday jab o'tkazmoqda hozir Ko'shakov. Va yana chuqur himoya. Chap qo'l yon taraflama zarba, himoyadan chiqqan holda raqibi yaqinlashgan sayin mana endi ilgarilab ketishga harakat qilyapti. O'rta masofani ushlab olgan holda Mashrapovning boshqa chorasi yo'q, faollashish kerak. Qisqa masofa o'ng qo'l, zarba undan so'ng tabassum qilyapti. Tutib oldimmi degandek raqibiga. Chap qo'l yon taraflama zarba Mashrapov, o'ng qo'l jah qismiga zarba o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Yaxshi hujum amalga oshirdi, kuchli zarbalar yo'lashga erishdi va davom ettiryapti Mashrapov ana shu alfozda. Ammo Timur Ko'shakov tezkorligini namoyish etishga harakat qilyapti. Qo'yib yubor mana shu burchakdan deb aytib o'tmoqda. Qaytarish kerak ekanligini O'ktam Rahmonov tushuntiryapti shogirdiga. Ikkita zarbani o'tkazdi, yo'lladi. Qorinbosh, yana qorinbosh. O'ng qo'lda. Mana bu yerda kutib olyapti. Boshning ort qismiga hozir zarba berib yubordi. Albatta darhol referi tomonidan ogohlantirilyapti. Vaziyatni tenglashtirishga harakat qilyapti, ochiqni aytib o'tamiz. Mashrapov. Mana bu yerda chap qo'l qisqa zarba o'tdi va Dodaxonov yana jahl qilmoqda.
raqibingga osilma, zarbalar yo'llashda davom et degandek. Mana shu vaziyatda haqiqatan ham o'sha chap qo'l zarbasi o'tgandan so'ng faollikni oshirsa bo'ladigan holat edi. Bu safar zarba yo'llamada sezdingiz Hayotov. Hayotjon Mashrapov kechirasiz. Chap qo'l qisqa masofa tutib oldi. Qo'llar pastga tushgan, o'ng qo'l zarba o'tdi. Bunisi yetib oldi raqibiga. Darhol revansh olish ilinjida endi bu yoqqa Mashrapov oldiga qarab boryapti-yu. Ko'shakovni to'xtatmoqda. 3-raund yakuniga yetib bormoqda, qadrli do'stlar. Yakuniga yetdi ham. Oxirgi raund, bitta raund yutishim mumkin. Shuni değiştiradi. Bir raund qoldi. Hayot. Mana. Shuni kiryapsan. Azarki yo'q. Bir raund qoldi. Buni otishga primo yo'q. Kallani Только вперед, не надо назад. Ты пальцы начал немножко назад. Зачем? Вперед иди. Да, ближний бой. Ты старайся ударить, ты старайся переиграть жестко, быстро, сильно. Ура, хорошо? Takror lavhalar. Eshitdingiz, har ikkala tomonning ko'rsatmasini faqat knockdown qilib g'alaba qozonishi mumkin deb aytib o'tildi. O'ktam Rahmonov tomonidan Hayotjon Mashrapovga berilgan ko'rsatmasida bosh to'qnashuvi. Davom etadi jang. Kutib olishga harakat qildi. Hozir ikkilik zarbasi bilan Ko'shakov og'ib ketdi. Bu knockdown emas albatta. Qisqa masofa. Bir vaqtning o'zida har ikkisi zarba yo'llagandek. Kim-kimdan ilgarilab ketadi. Mana endi o'yin boshlandi. Zarbalar ancha og'ir yo'llanmoqda. Ayniqsa Mashrapov tomonidan qattiq zarba yo'llashga harakat qilyapti. Hozir yetib olishga harakat qildi Ko'shakov. Qisman yetib bordi ham menimcha. Ochiqchasiga hozir zarba yo'lladi, boshi bilan kirib bordi. Qorin qismiga uchta zarba, uppercut Mashrapov ijrosida. Yana qorin qismiga ketma-ket zarbalar. Qo'llar pastga tushgan, hali 1 daqiqa vaqt bor. Chap qo'l yon taraflama zarba, ikkinchisi o'sha nuqtaga va darhol bog'ladi raqibini. Ushlagan holda hozir zarba yo'llashga imkon bermayapti va yana masofani uzoqlashtirgan holda zarbalar yo'llayveradi. Jab. Clinch. Jang to'xtatilganini eshitmadi chamamda, mayli. Time out. Kap ochib ketgan. Mashrapovdami? Yo'q, yana Ko'shakovda. Jang davom etadi.
chap qo'l yon taraflama zarba. Hozir mana ilgarilab ketish mana shunday nomlanadi, lekin undan avval Mashrapovning zarbasi ham mo'ljalga borgan edi. Ochiq jang kirishib ketmoqda har ikkisi. 10 soniya vaqt qoldi. Chap qo'l yon taraflama zarba, yana clinch. O'ng qo'l cross o'tyapti Mashrapovda. Yana o'ng qo'l yon taraflama zarba mo'ljalga bormoqda, lekin jang yakuniga yetdi. Mana shu pallada. Mashrapovning alohida bir jihati, zarbalar o'tkazib yubordi, kuchli zarba o'tkazib yubordi o'sha jigar qismiga ham birinchi raundda, ammo jismoniy holati yaxshi ekan. Ayniqsa shu 4-raundning so'nggi soniyalarida anchagina qo'sha oldi, anchagina. Ko'shakov esa barcha raundlarni yuqori darajada o'tkazdi. Tezlik temp yuqori, o'sha tezlik tenglashib qolganida ko'rdingiz. Mashrapov vaziyatni o'zgartirishga mumkin edi, ammo menimcha baribir umuman imkon qoldirmadi. Jangning yakuniy natijasini olib qo'yadigan bo'lsa. И в этом поединке победу единогласным решением судей одержал боец, представляющий УЗП Промоушен, чемп Тимур Koshakov. Timur Koshakov uning g'alabasi qayd etilyapti. 3-0 rekord endi. Mana shu tariqa hozir nishonlamoqda o'z g'alabasini. Fikrlar bor ekan, gapiradigan yo'q, bu safar. Takroriy lavhalar e'tiboringizga havola etiladi. Mana shu jigar qismiga yo'lagan zarbasi o'tgani, qo'l pastga tushdi sezildi. Boshqa jihatlar. Tohir Odilov navbatdagi jang referisi. Едем далее. Следующий поединок. Весовая категория 63,5 килограмм. Первым на ринг в красный угол приглашен